Jitter modlarini ko'rib chiqamiz. O'tgan safargi videomizda aktiv вообще bomba bo'lib ketibdi. Albatta, bu safar ham videomizda shunaqa bo'ladi degan umiddaman. Agarda videomizga tayyor bo'lsalaring, videomizni boshladik. Videomizdagi modni yuklab olish uchun Telegramga Easy Mods deb qidirtirsalaring, meni kanalim chiqib keladi va shu kanalda siz barcha modlarni olishingiz mumkin. Albatta, kirib qo'shilib qo'ying. Birinchi mod. Xullas, sizlarga birinchi modimizda juda ham yoqadi. Men bu pastga tushsalaring, men shu joyda mana shunaqa narsalar sizlarga qo'shiladi. Bular nima kerak desalaring, men buni ko'rishinglar mumkin. Bularni qo'ysalaring, mana bunaqa har xil qullar paydo bo'ladi. Mana ko'rishinglar mumkin, har xil animatsiyali qilib yaratilgan, juda ham ajoyib va mana bunaqa NPCs ham mavjud. Lekin men bu faqatgina toshli rudani qazib turgan emas, men bunaqa temirli rudani ham qazib turgani bor. Va yana ko'rishinglar mumkin, izumrud qazib turgani va men bunaqa almas qazib turgani ham bor. Juda ham ajoyib. Bu mod sizlarga juda ham yoqadi. Albatta, o'rnatib ishlatib ko'ringlar va yana menga yoqqan tomonlardan biri men bunaqa sabziga ishlov berib turgani. Mana shu juda ham ajoyib. Va yana keyin men bunaqa narsasi ham bor, lekin bu sal netoro narsa. Mana bu narsani qaranglar, juda ham animatsionni qilib, вообще haqiqiy qilib yaratilgan. Menga juda ham yoqdi. Bunisida esa mana bunaqa bug'doyni mana shunaqa qilib ishlov berib turgani bor. Oldingizda sabziga edi. Mana shu ham juda ham ajoyib. Xullas, endi keyingi modga o'tamiz. Ikkinchi mod. Ikkinchi modimiz sizlarga juda ham yoqadi, chunki bu mod juda ham kerakli. Ya'ni bu mod NPC Jitter modi. Sizlarga mana shunaqa ikkita tuxumni qo'shadi va buni olasizlar va mana bunaqa qo'yasizlar. Bu bittasi yuradi va bittasi bitta joyda turadi. Ana ko'rganinglarda ham mana bunaqa yashili yuradi va buni ortinglardan yuradigan qilsanglar ham bo'ladi hatto. Buning uchun sizlarga olma kerak va mana bunga olmani berasizlar va mana shunaqa uzoqroqqa ketsalaring ortinglardan yugurib boradi. Demak, bu modni siz videongizda birorta personaj sifatida ishlatishingiz mumkin. Bu juda ham qulay. Qarochi, mod juda ham ajoyib. Endi esa keyingi modga o'tamiz. Uchinchi mod. Uchinchi modimizda bir tomondan juda ham kulgili va juda ham ajoyib. Ko'rishinglar mumkin, sizlarga mana shunaqa mana bu joyda bir donagina ortiqcha tuxumni qo'shadi. Va siz bu tuxumdan mana bunaqa katta jittilni paydo qila olasiz. Bu jittilga olma bersangiz sizga juda ham do'stona bo'ladi va ortingizdan yuradi va bunga hatto minib olish ham mumkin. Mana sizlarga hozir olma berib ko'rsataman. Mana yurakchalar chiqdi va mana ko'rishinglar mumkin, bunga minib oldim. Mana atrofdan ko'rsalaringiz sizlarga shunaqa ko'rinadi. Bu juda ham ajoyib, sizlarga yoqadi. Xohlagan tomonlaringga yurishinglar mumkin. Mana balandda mana shunaqa qilib xohlagan tomonimga yura olaman. Ili mana tushdim, mana bunaqa uzoqroqqa yursalaring, mana sizlarda ortinglardan shunaqa yuradi. Bu juda ham ajoyib. Videolarda har xil maqsadlarda foydalanish mumkin. Mod agar sizlarga kerak bo'lsa yuklab olishlar ham mumkin. Mana esa keyingi modga o'taman. To'rtinchi mod. Bu modimizda ham har doimgidek o'sha tuxumlar turadigan joyga kirasizlar va shunaqa tuxumlar qo'shiladi. Va bu tuxumlarni ko'rishinglar mumkin. Mana bunaqa politsiyachi jitter, lekin mana bunaqa har xil boshqacha ko'rinishdagi jitterlarni sizlarga qo'shadi. Bular juda ham ajoyib, sizlarga yoqadi. Mana bunaqa usta jitter, lekin fermerga o'xshash mana bunaqa jitterlar va mana bunaqa doktor jitter. Bu mod juda ham sizlarga yoqadi va video uchun juda ham mos va mana bunaqa narsalar sotadi bu jitterlar. Bu modning ichida hatto oshpaz ham bor, bu ham har xil ovqatlar sotadi. Buning ichida gamburger va pizza shunaqa ovqatlar. Va yana keyin mana bunaqa ari boqadigan mana bunaqa fermer bor. Bu juda ham ajoyib, Minecraftga juda ham mos deb o'ylayman. Va yana fakt, mana bunaqa politsiyachi jitterga olma bersalaring, bu sizlarni orqalaringdan yuradi. Mana ko'rishinglar mumkin, hozir men uzoqroqqa ketsam, mana ortimdan shunaqa qilib yugurib boradi. Bu juda ham ajoyib. Va yana liboy narsani ursam, bu ham kelib mana shunaqa qo'shilib uradi. Qarochi, mod dahshat. Mana endi keyingi modga o'taman. 5-mod. Bu modimiz ham vashshi zo'r, ayniqsa imperiya qurmoqchi bo'lsalaring, mana bu joyga kirsalaring, mana shuncha narsani qo'shgan. Mana ko'rishinglar mumkin, bu yerda har xil askarlar bor, mana bunaqa qo'lga arbalet ushlab turgan, mana bunaqa tepasida narsasi bor, oddiy golem ham bor ekan. Uchun juda ham mos, har xil askarlar bor, mana ko'rishinglar mumkin, qo'lida qilichi bor, har xil qarochi. Shaxsan o'zimga mod juda ham yoqdi, chunki askarlar vashshe cho'tka qilib yaratilgan ekan. Albatta, o'zingizlarga yoqsa ham o'tib yuklab olishinglar mumkin. Taji mana bunaqa politsiyachi kiyimida arbaletchi ham bor ekan va mana bunaqa sehrgarlar va yana keyin mana bunaqa askarlar, qarochi har xil. Bularning orasida bir donagina pillager paydo bo'lib qolsa, hammasi shunga tashlanadi. Lekin bitta yomon tomoni, mana bunda bug bor ekan. Lekin umuman boshqa minus tomoni yo'q, faqatgina shu. Mana ko'rishinglar mumkin, hammasi kelib shunga tashlanadi. Xullas, mod вообще udar.
Xullas sizlarga videomiz yoqdi degan umiddaman. Albatta yoqqan bo'lsa like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videodagi barcha modlar Telegram kanalda bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.